o'ylashingiz bilan siz ham hamma kimlik kartaga kelganda opa biz har kuni tadbirkorlar uchrashuv o'tkazamiz ertalab. Tadbirkormi, jismoniy shaxsmi, fuqaromi, mana shu bankimizda qanaqangi imkoniyat, qanaqangi kitlarimiz bor bugun. Hamma har xil joydan kelgan, har xil yoshda plastikka kelganlar bor, o'zini ishidan kelganlar bor. Bugungi kunda Xalqbank faqatgina nafaqa, pensiya bermaydi. Bizda bugungi 30 dan ortiq kriptolarimiz bor. Shuni qabullang bo'lsin. Hozir men bitta mijozga gaplashyapman, hammadan qarab turibdi. Bu qanaqa kripto olyapti? U mana biz bankimizda mahalladan beriladigan 33 million kreditdan oldin e'tibor berilmayapti nomiga. Biznesga birinchi qadam degan 17 million kreditimiz bor. Bu degani ana shu sizlar ham, yoshlar ham, qo'ldan biron ish keladigan odam ham uyda o'tirib daromad olish uchun 17 million kredit olsa bo'ladi. 17 million so'm 2 yilga beriladi. 27% dan beriladi. 950 ming so'mni oyiga chiqadi. Endi u nima degani? Biron bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, biron nimani pishirib sotmoqchi bo'lsangiz, yoki biron bir odamga tikuvchilik yoki bitta mashina, mahsuloti bilan, material bilan olib qilib bermoqchi bo'lsangiz, yoki erta bahorda parranda qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga yarasha qilmoqchi bo'lsalaring, ana shu 17 million biznesga birinchi qadam tashlashdan oldin shu kichkinaroq summa bilan boshqa qilsangiz